4 ta 5 ta uyimga qalin gilam olmoqchiman. Men bunaqa yupqa arzonroq gilamlarni sog'im kelmayapti. Remontlardan eng oxir dizaynda qilganman. Faqat yupqaroq, arzonroq, ro'zg'orbop gilamlardan emas, eng yaxshi sifatlilardan 5 talik set qilib bering deb bizni kuzatib turgan yangi obunachilarimizdan bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, bizlarni obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech. Hammalaringni talaba istaklaringiz bilan yupqa gilamlardan emas, arzonroq gilamlardan emas, qalin gilamlardan 5 talik set qilib bering deganlar uchun yangi kelgan kastabimizdan bulardan hali qo'ymaganmiz. Inshaalloh 5 ta razmerda bitta jamlab turib, faqat 5ovini bitta olgan insonga bitta narx chiqarib beraman. Inshaalloh manfaatli bo'lishi uchun videoni o'tkazmasdan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib ko'rishni eslangdan chiqmasin. Xo'p, razmerlarimiz nisbatan kattaroq razmerlarda oldim, chunki bizdan ko'proq hovli uyga xarid qilishyapti. Shuning uchun birinchi o'rinda mehmonxonalarga ko'rsatishdan boshlayman. 3,5 metrga 6 metr. Kechagi yoki undan oldingi videolarimizda ko'rib arzonroq gilam emas, qalinroq gilamlaringizdan ham shu 5 talik 6 talik set qilib bering deganlar uchun bu gilam og'ir gilam, 3,5 metrga 6 metrlik. Qalinligi ham ancha qalin. 3,5 metrga 6 metr. Materiali 100% paxta poliesterli. Xo'p, donaga sotilish narxi shu turishi 2,400,000 so'm o'zimiz qo'ygan narx. 3,5 metrga 6 metrligi. Men endi o'sha 5 tasini bitta qilib jamlab aytaman. Ko'rib turgan gilamlaring qalin gilam bo'ladi. Orqalari 100% so'qmali, hamma so'rayotgan brendli ko'jalari bor. Materialni yaqindan bitta ko'rsating. Lanseti. Qalinligi ancha qalin, yaqinroqdan qalinligini ko'rsating degan mijozlarimiz uchun. 3,5 metrga 6 metr. Bozorlarda yoki magazinlarda minimum 2,800,000, 3,000,000 so'm sotiladi. Keyingi razmerimiz, xo'p. Keyingi razmerimiz. Bu mehmonxonalarga bo'lsa, bu ko'rsatadigan razmerimiz oldi ayvonlariga. Bu ham 6 metrlik. Kichkina razmerlar qo'ymayapman. Ko'proq yuriladigan, nisbatan kirchimol bo'lsin, ham rangi ham ochiqroq svet bo'lsin degan mijozlarimiz uchun buning razmeri 3 metrga 6 metr. Qalinligini buni ham bitta yaqindan ko'rsating. Bu ham qalinligi qalin gilam, chekkalari, popi ko'jalari, hamma so'raydigan popi ko'jalari bor. Ikki tomondan 2 xil to'lanadi. 3 metrga 6 metr. Buni ham narxi bozorlarda eng kami 2,400,000, 2,500,000 so'm sotiladi shu turishini o'zi. Ikkalasini jamlasangiz o'zi 5,000,000 so'm bo'lyapti. Narx qiziq bo'lib turgan bo'lsa, video shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, o'sha hammasini bitta savdo qilgan insonga zo'r narx chiqarib beraman. Keyingi razmerimiz 3,5 metrga 4,5 metr. Bunisini yosh kattaroq onaxonlarimiz, otaxonlarimiz xonalariga solib bersangiz ham bo'laveradi. 3,5 metrga 4,5 metr. Duo qilib ishlatishadi xudo xolasa. Qalinligi ancha qalin bularda ham. Yurganda oyoqqa bemalol yumshoq bo'ladi. Materiali, zichliklari ham tagi ko'rinib qoladigandan emas yoki mebel qo'ysangiz qirqilib qoladigan emas materiali. Hozir yupqa gilamlarga popi ko'ja qo'yyapti. Bu unaqangi arzonchi gilamlar emas. 1 kvadrat metri 120,000, 130,000, 150,000 so'm sotiladigan shu razmerni o'zi 1,800,000, 1,900,000 so'mga sotiladi. 3,5 metrga 4,5 metr. Xo'p, keyingi razmerimiz 3 metrga 5 metr. Farzandlaringiz uyga 3 metrga 5 metr. Tozalagani ham qulay. Ipay paxta poliesterli bo'ladi. Neklas hammasi yangi dizaynda. Bu kastalarimiz yangilik kelganlardan. Lansetini buni ham yaqindan ko'rsating. Hammasini kastasini yaqindan ko'rsatib o'tyapman mana. Qalinliklari yurganda ham oyoqqa o'ta yumshoq bo'ladi bular materiali. Bizdan xarid qilgan mijozlarimiz bilishadi. Mana bu kastalardan emas, nisbatan boshqa chiroqlardan. 3 metrga 5 metr. Keyingi razmerimiz o'zingiz ispanning olingizga 3 metrga 4 metr. Bunisi ham qalin gilam. 3 metrga 4 metr. O'xshi 5 ta katta gilam bo'ldi. 5 ta katta gilam. Hammasi qalinligi, sifati hozirgi kunda qalin gilam olaman, bitta uyimga yaxshisidan olaman deb kelgan mijozlarimiz shunaqangi qalinlikdagi gilamlardan olishyapti. Eng kichkina 3 ga 4 razmerimiz ham
bozorlarda 1.500.000, 1.800.000 so'mga sotiladi. Bu yupqa arzon gilamlar emas, bu gilamlar 2,5 metrga 6 metr, 3 metrga 6 metr. Xo'p, keyingi razmerimiz 3,5 ga 4,5, 3 metrga 5 metr. Va oxiridagisi 3 metrga 4 metrlik bo'ldi. Xo'p, общий hammasini jamlasangiz, 9 million, 9,5 million so'm atrofida bo'ladi. O'zi aslida donalab xarid qiladigan bo'lsangiz, общий hammasini bitta jamlab, yangi hovliga chiqib turgan bo'lsangiz, hammasini bittada olaman deb turgan bo'lsangiz, shu razmerlar sizni xonadoningizga tushsa, общий hammasini bitta qilib 7.890.000 so'm qilib beramiz. Hammasi qalin gilam, bularda ichida yupqa gilamlar yo'q. Bular yangilik kelgan partiyalarimizdan 7.890.000 nomerlar qoldiryapmiz. Telefon qilsalaring. Xo'p, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Farg'ona, Qo'qon, Rishton, Oltiariq, Toshkent shaharigacha dastavkasini ham besplatniy qilib beraman. Faqat shu aytilgan 5 ta gilamda hammasini bitta olgan insonga inshaalloh donalab olgandan ko'ra yangi hovli uyga ko'chib chiqqan bo'lsangiz, hammasini bitta oling, qalin gilam oling. Arzonroq gilam olaman deb yurgan bo'lsangiz ham, nisbatan bittasiga qalin gilam olib, qolganiga arzonroq gilam olaman deb mo'ljal qilib turgan bo'lsangiz, o'shanda ham 5 million so'm bo'ladi. 5 ta xonangizga 1 million so'mdan olsangiz ham. Men sizga 5 ta xonangizga 7.890.000 so'mga hammasini qalin kачественный hozirgi kunda eng trend bo'layotgan gilamlardan qilib beryapman. Ekranda nomerlar qoldiryapmiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilamlari markazi. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringga xayrli kech, tunlaring osuda va barakatli bo'lsin. Rahmat hammaga.